Yalğız taşning hikoyasi. Taş dövlətidəki maymaq taş özünü bəkli yalğız his qiladigan. Aslida boshqa toshlarmi o'zlarini yalğız his qiladigan. Buningdan hammasining bəkli ichi pushib turadigan. Maymaq taşning kallasiga tuyuqsiz bir amal kepti. U sal yiroqda turgan bir uzun toshga yiqilishga boshlabdi. Ular bir-biriga tegishib bəkli xushal bo'libdi. Buni ko'rgan boshqa toshlarmi asta-asta bir-biriga yiqilishib tegishishga boshlabdi. Toshlar bir yerga yig'ilgan siri yolg'izlikdan va zerikishdan qutulibdi. Birlashib chiroyli bir uyning shaklini chiqaribdi. Maymaq tash buningdan bəkli xushal bo'libdi. Bu o'yin bak qiziqarli ekan. Bularni ko'rgan boshqa toshlarmi bu o'yinga qo'shilibdi. Shuning bilan uyning yoniga bir daraxt tikibdi. Maymaq tash, bu rasmga yana nimalar qo'shuvsiz bular deb so'rabdi. Bu savolning javobi bir velosiped bo'pti. Maymaq tash xushalligidan, "Yaxshi, intoyin yaxshi qilyapsizlar" debdi. Lekin yana bir narsa kamdek tuyulibdi. Rasmdagi kam narsa aslida bir bola ekan. Boshqa toshlar darhol birlashib bir bolaning shakliga kiribdi. Bu bola velosiped minib bo'lib, daraxtning soyasida dam ilib, kech bo'lganda uyiga qaytadi ekan. Daraxt soyasi soya bo'lish uchun quyosh bo'lish kerak. Quyosh bo'lmasa bu rasm odamga g'alati tuyg'u berdi ekan. Lekin quyosh bir bulungda o'zi yolg'iz qopdi. Quyoshga adash bo'lib, bulutlar paydo bo'ldi. Kichik bola daraxtning soyasida aram olg'ach, osmondagi bulutlarga qaraydi ekan. Ba'zida ular bilan o'yin o'ynasa, ba'zida ularga qarab xiyol surgach uyquga ketadi ekan. Maymaq tash adashlarining boshqa nimalarni qila oladiganligiga bəkli qiziqibdi. O'yinga yangidan qo'shilgan tashlar qush bo'lib uchibdi. Hamma yer nihoyat chiroyli bo'lib ketibdi. Maymaq tashning xo'shalligi ishtiga potmayli qapti. Maymaq tash, lekin endi kichik bolaning amroyi yo'q bo'lib qoldi debdi. O'yinga qo'shilishni saqlab turgan boshqa tashlar darhol bir umoq it shakliga kiribdi. Billa o'ynashning xo'shalligini his qilgan toshlar har kun o'xshamaydigan shakl yasab o'ynabdi. Bu hikoyani anglagan yoki o'qigan bolalarmi qiziqib so'rabdi. Toshlar bilan yana qanday narsalarni yasagan bo'ldi? Nima o'yinlarni o'ynagan bo'ldi?